الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah yozgan Jami'ul Musnad as-Sahih nomli Sahihul Bukhari degan ism bilan mashhur bo'lgan bu muqaddas hadis kitobining Kitabul Ilm degan kitobning babu ma kana an-nabiyyu sallallohu alayhi va sallam yatakhawwaluhum bil maw'izati wal ilmi kay la yanfiru degan babga keldik. Ya'ni bu kitobniki 11-bobi. Endi bu tercümenin ismi tercümesi babu ey hada babu ma kana nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bana bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabelerini vaz nasihat bilen ve ilim bilen ulanıki kaçıp ketmesliki yüküp kaçıp ketmesliki üçün pat pat arılap kıpırdıganlıkının bağı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin vaz nasihatini ve ilim sohbetlerini ulanı zirktirip koymaslık, ulanı kaçırıp koymaslık üçün ulağa arılap kıpırdıganlıkı hakkıdaki hadislarının babındaydı. Yani yetekavvel diyen gibi yeteahheduhum diyen bu. Yani pat pat arılap kıpırış. Her gün kullu yevm tebliğ kıpamay. Yani mesela düşembe peşembe. Kullu usbu düşembe günü ya peşembe günü. Ya her peşembe günü diyendek arılap. Kun arılap nasihat kıpırışının babı. Müşahit kelgen hadislarının babı. İmam Bukhari bir yerde ne demek dedi sana? Yani ilim ve nasihat babını her gün heptiniki tuluk 7 gün üstü 7 gün kıpırış yaxşı emas. Nemiş kadıysa okucular tabi anlayıcılar zirkip kalıdı. Zirkip kalgandan keyin kaçıdı. Onunki ularni zirktirip koymaslık ve zirkişten kelip çıkan kaçıp ketişini aldığını eliş üçün nima qilish kerak? Tebliğlerini, ilim sorularını haftada en köp bo'lganda 5 gün. Haftada köp bo'lganda 5 gün bo'lmasa haftada 2 gün. Köp bo'lganda 5 gün, bo'lmasa 2 gün qilish kerak. Hamda hozirgi zamonimizda yomon fitna fasod zamoni bo'lib ketgan zamonda ko'proq bo'lsa yaxshi deb o'ylaymiz. 5 gün, haftada 5 gün bo'lsa. Burungi zamonda haftada 2 gün bo'lsa-mu shu yetadi. Haftada 2 gün sahabalarga yetib shuni amal qiladi hammasiga. Hozir shu shunchaki tashlab qo'ygan hamon odamlar sig'inmay o'qishni. Tabliğni sig'inmay unutib ketadigan bo'lib ketdi. Kunib qoladigan, tabliğ anglamaslikqa, tabliğ eshitmaslikka kunib qoladigan bo'lib qolganlik uchun, zaman fasod zamon bo'lganlik uchun haftada 5 gün bo'lsa nihoyatda yaxshi. Ammo haftada eng oz 2 gün bo'lish kerak. Her bir adam normalde o'quvchi bo'lmasin, bir musulmon degan adam haftada bir 2 gün ilim sorunu qatnashib, shu yerdan tabliğ anglab turish kerak. Normal bir musulmon. Lekin talib ilm uchun 5 gün. Talib ilm haftada 5 gün. Lekin normal kishilar haftada 2 gün. Xo'sh. Endi buning hadisini İmam Buxoriy kelgan hadis. Ol sanadi muttasilimiz bilan İmam Buxoriy aytgan, İmam Buxoriy mundaq degan. Bizga Muhammad ibn Yusuf hadis deb berdi. Muhammad ibn Yusuf mundaq dedi. Bizga Sufyan A'mashdan xabar berdi. Qanday edi Sufyan deb yolg'iz mutlaq kelsa, buni Sufyan as-Suli deb tushunsangiz bo'ladi. Bizda ikki Sufyan bor. Biri Sufyan ibn Uyayna, yana biri Sufyan as-Suli. Endi Sufyan as-Suli bilan Sufyan ibn Uyaynani qanday ayrim desanglar, Sufyan ibn Uyayna asosan nima kelmaydi? Sufyan deb kelmaydi. Kaza ibn Uyayna deb keladi ya Sufyan ibn Uyayna deb keladi. Ammo Sufyan deb mutlaq kelgan chaqda nima ekan deb tushunamiz buni? Sufyan as-Suli ekan deb tushunamiz. Bu qoidani bilaman. Sufyan as-Sawli'dan bizga Sufyan as-Sawli xabar berdi. A'mashdan rivoyat qilib, A'mash Abi Wa'ildan rivoyat qilib, Abi Wa'il Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilib xabar berdi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq dedi. Kana an-nabiy sallallohu alayhi va sallama yatakhawwaluna bil maw'izati fil ayyam. Karahatas sa'amati alayna. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem
bizga vaz nasihatni kunlarning ichida aralab beradi. Aralab. Ya'ni bizga kunlarning ichida degan gap haftaning kunlarida aralab vaz nasihat qiladi. Har kuni qilmaydi. Bir kun qilsa bir kun qilmaydi. Yoki haftada 2 kun, yoki haftada 1 kun degandek qilib beradi. Nima ish qilsa, ma'di karahata ma'di maf'ulullah. Karahata ma'di maf'ulullah. Shu sababdan nima ish qilgan javob bo'lib keladi. Ya'ni karahata sa'amati alayna. Bizning zirkib qilishimizdan qo'rqib. Yoki Payg'ambar bizdan ansirab zikr qilamikin deb bizni ansirab degan bo'ldi. Yoki bizning zikr qilishimizni yomon ko'rganligi uchun Payg'ambar bizning zikr qilishimizni yomon ko'rganligi uchun. Endi sa'ama degan malala degan bo'ldi. Agar siz yavada sa'mah deb o'qisanglar, sa'ma degan ulam degan bo'ladi. Maut degan bo'ldi ma'nosi. Agar sa'mah deb o'qisanglar, uning ma'nosi zaharlik, hasharat degan bo'ladi. Chayon, yılan degandek zaharlik. Min kulli aynin hammatin diye bir dua var. Sa'ammatin degan şey. Sa'amma degan nima zaharlik hasharatlar degan bo'ladi. Endi sa'ama bo'lsa sa'ima yas'amu. Sa'amatan masdar din chiqqan. Demak buni mana zirkib qilish degan. Ol sanada mutasannif İmam Buxoriy aytgan. İmam Buxoriy bizga hadis so'zlab berdi. İmam Buxoriy bunday dedi. Bizga Muhammad ibn Bashar hadis so'zlab berdi. Muhammad ibn Bashar bunday dedi. Bizga Yahya ibn Sa'id hadis so'zlab berdi. Yahya ibn Sa'id bunday dedi. Bizga Shu'ba hadis so'zlab berdi. Shu'ba bunday dedi. Biz menga Abu Tayyah Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilib hadis so'zlab berdi. Anas radhiyallohu anhu Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday dedi. Yassiru va la tu'assiru va bashiru va la tunaffiru. Osonlashtirib beringlar, qiyinlashtirib qo'ymanglar. Xo'sh xabar beringlar, yukitib etmanglar. Yukitib etmanglar degan meni qochirib etmanglar degan bo'ldi. Xo'sh, endi biz bu ikki hadisdan bab bilan bo'lgan munosabatni bog'lab ko'raylik. Babda İmam Buxoriy degan edi, "Ma kana nabiy sollallohu alayhi vasallam yatakhawwaluhum bil mav'izati vel ilmi kay la yanfiru" degan edi. Ya'ni demak, mav'iza yatakhawwaluhum bil mav'iza degan so'z birinchi hadisda chiqdi. Kana nabiy sollallohu alayhi vasallam yatakhawwaluna bil mav'izati degan so'z. Tarjimaniki dalili. Endi nafr ne chiqdi sanglar? Nafr ya'ni yassiru va la tu'assiru va bashiru va la tunaffiru degan edi. Demak, ikki hadisning ikki tarafida bab tarjimaniki dalili chiqib bo'ldi. Endi vel ilm degan gaplar chiqdi desa, ilmni İmam Buxoriy istinbot qilib chiqadi. Nimadan? Mav'izadan. Mav'iza degan gap nima? Vaz nasihat. Vaz nasihat degan nimaga tava? Ilmga tava. Ya'ni ilm degan vaz nasihat degan ilmning ichidagi bir tarmoq. Ilmning ichidagi bir tarmoq. Buni atful İmam Buxoriy qanday shaklda dedi? Atful amal al-xos. Atful amal al-xos shaklda keltirdi İmam Buxoriy. Bundan chiqdi, buni dalil nada desa, ya'ni shu mav'iza degan gapning o'zidan nima chiqdi? Ilm, chunki mav'iza degan xos gap, ilm degan am gap. Ya'ni vaz nasihat degan ilmning bir turi. Ilm degan asosan vaz nasihat bo'ladi. Ilm degan ilgisini davomli nima? Yaxshilikni buyuruydi, yomonlikni to'sadi. Xo'sh. Endi yana bir yerda hadisdan chiqadigan yana bir mazmun yassiru va la tu'assiru degandiki. Mafhumul muxalafa deb bir bizniki mazhabimizda yo'q. Lekin boshqa mazhablarda mafhumul muxalafa, ya'ni hadis mantuqul hadis mafhumul hadis deb bir narsa bor. Mantuqul hadis degan hadisning lafzi. Mafhumul hadis degan hadisning ma'nosi. Endi mafhumul muxalafa degan bizda mafhumul mutabaqa, mafhumul muxalafa deb narsa bor. Mafhumul mutabaqa degan gap hadisdagi chiqqan ma'nosining o'z ayni ma'nosi. O'z ayni ma'no. Nas desak bo'ladi. Hadisdan tushunilgan o'z ayni ma'no mafhumul mutabaqa. Ammo mafhumul muxalafa hadisdan tushunilgan mazmunning qarshi-qarshisi. Hadisdagi mazmunning qarshi-qarshisi. Hanafi mazhabi buni nima deydi? Al-mafhumul muxalafa al-istimsak al-fasida. Ya'ni o'qishlik emas. Nima ish qilsa bu endi bir shaydiki bu hadis qaydagan bo'lsa, Payg'ambar yassiru degandiki nima deyapti? Va la tu'assiru dedi. Agar yassiru degan gapning o'zidan va la tu'assiru degan gap chiqqan bo'lsa, Payg'ambar nima deyapti? Va la tu'assiru deb chiqib demaydi buni. Yani asallashtirib beringlar degan deyaptin. İmam Şafii'ye boshqa mazhab, boshqa mazhablar nima deydi? Ya'ni
Asallaştırıp bana degan gapdan nima gap chiqdi? Qiylashtirmanglar degan gapning o'zi shundan chiqib turdi deydi. Bizning mazhab shu yoq, chiqmaydi. Ya qiylashtirib biringlar, ya qiylashtirib bermang degan gap chiqmaydi, to'xtab turamiz. Taki bir narsa kelgan qadar bir to'xtab turamiz vaqtda biz hukm qilmaymiz deydi. Chunki shu vaqtda nurg'ulg'an Qur'oni Karimda islardan dalillar shunga bog'liq chiqadi. Ya'ni yassiru degan gap agarda yassiru degan gapni o'zini asollashtirib biringlar degan gapdan qiylashtirmanglar degan gap chiqqan bo'lsa edi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam asru deb uni keltirmaydi. Xuddi shuningdek va bashiru degan gapdan qo'rqitmanglar, qochirib etmanglar, va la tunziru degan gap chiqmaydi. Va bashiru degan gapdan va la tunaffiru. Agar deb agar va bashiru deb payg'ambar alayhisalom deb bo'lib va la tunaffiru deb qo'ydi. Ya'ni bu odam va bashiru deb to'xtab qoladimki va la tunziru deb taqdir qilmasin deb. Chunki xush xabar bilinglar degandan ogohlantirmanglar degan gap chiqmaydi. Xush xabar bilan degan gapdan nima gap chiqdi degan aziz depangni, ya'ni qo'rqitib boshqalarni qochirib etmanglar. Bunda deganda karima dovzax bilan qo'rqitmanglar degan gap emas. Chunki Qur'oni Karimda va anzir ashiratikal aqrabin. Dovzax bilan mu'min musulmonlarni qo'rqitish degan nima? Degan bu aqlli bir ish, aqlli. Shuning uchun payg'ambar alayhisalom intayin ichga hadisda va bashiru deb va la tunziru demaydi dedi va la tunaffiru. Men demoqchi bo'lganimmi, xush xabar bilan degan gap boshqalarga chiroyli gap qilib, dinning chiroyli tarafini ko'proq so'zlab, ularni bir rasmiy dinni tushunib bo'lguncha nima qilyapmanglar, dindan qochib o'tmanglar. O dinniki rasmiy dinni tushunib, bifahmin sahih, dinni to'g'ri fahm bilan tushunib bo'lgandan keyin uni qo'rqitadigan hadislarni so'zlagan qochib ketmaydi. Ammo yangi kelganlar kap bo'g'icha duzoq kiysan, u bo'lsan, bu bo'lsan deb uni kendasan, chuqur bir kunda 10 par Qur'on o'qishing kerak. Unda bo'lish kerak, bunda bo'lish kerak deb ularga ig'ir vazifalarni qo'yaversak, qo'rqitadigan gaplarni qilaversak, qochib ketish mumkin. Ammo kim o din rasmiy bilib bo'lgan, rasmiy kamal yetib bo'lgan odamlarcha bular davomli qo'rqish bilan Alloh taolaning rahmatidan umid tutish va Alloh taolaning g'azabidan qo'rqishning orasida o'tiradi. Ammo yangi musulmon bo'lgan, yangi kelgan tavhid odamlarcha ularga nayt salbiy taraflarni ko'rsatmay, ijobiy taraflarni ko'p ko'rsatish kerak. Xo'sh. Xo'sh. 12-bobi endi bu kitobul ilmning 12-bobi babu man ja'ala li ahli al-ilmi ayyaman ma'luma. Ya'ni hada babu man ja'ala li ahli al-ilmi ayyaman ma'luma degan bo'ldi. Ya'ni bu ilm ahli uchun, ilm ahlining ma'lum kunlarni qilishining bobi. Yani ilim ehlining jamoatlarga, olimlarning jamoatlarga tabliq qilish, ilm yetkazish, vazn nasihat qilish uchun ma'lum kunlarni tayinlashining bobi. Bo'lamdi, bo'lmamdi? Ol sanada muttasilimiz bilan Imom Buxoriy aytgan, Imom Buxoriy mundoq dedi. Bizga Usmon ibn Abi Shayba hadis so'zlab berdi. Abu Usmon ibn Abi Shayba mundoq dedi. Bizga Jarir hadis so'zlab, Jarir Mansurdan rivoyat qilib hadis so'zlab berdi. Mansur Abi Vaildan rivoyat qilib Abi Vail mundoq dedi. Kana Abdullah yani kim? Abdullah ibn Mas'ud demekçi. Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu yuzakkirun nasa fi kulli hamis. Kishilarga har payshanba kunida vaz nasihat qiladi. Tushunarmi demak? Hadisdagi mazmuni 5 yatahavva degan mazmuni demak haftada bir kun degan gapni chiqib qoladi. Haftada bir kun. Har payshanba kuni bir kun qilsa, juma kunlikda imomning xutbasini oladi, qancha 2 kun degan. Haftada 2 kun degan bilan chiqqan. Her payshanba kunda kishilarga vaz nasihat etadi. Faqala lahu rajul Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anh'a bir adam mundoq dedi. Ey Abu Abdurrahman, Abu Abdurrahman degan Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anh'ning kunyati. Kunya. Bizda shu narsa bor, biri ism, yana biri kunya, yana biri laqab. Ism degan Abdullah ibn Mas'ud. İbn Mas'ud degan nima atfi bayon deb ataladi. Ibn Mas'ud ma atfi bayon. Abu Abdurrahman degan kunya, ya'ni o'g'lining ismi. Laqab degan juda masalan Ibn Abbas roziyallohu anhu turjumanul Qur'on, hibrul umma degandek laqabni laqab deydi. Laqab degan ya maqtaladigan ya sukiladigan. Ey Abu Abdurrahman, lawadittu annaka dhakartana kulla yawm.
demaydigan lam nima degan hazb qilingan mahzub qasamning javobi lam. Ya'ni Alloh bilan vallohi lavadit degan bo'ldi. Alloh bilan qasamki men sening bizga har kuni nasihat qilib bilishingni vadittu degan gapma yaxshi ko'raman. Vadittu nima deb aytsa shunga avuddu deb ma'nosida. Yaxshi ko'rdim demay. Alloh bilan qasamki men sening bizga har kuni nasihat qilib bilishingni yaxshi ko'raman. Anna madakkartana degan gapni anna ya'ni tazkira degan bo'ldi. Ya'ni vallohi avuddu tazkiraka fi kulli yawmin degan bo'ldi bu ma'nosi. Ya'ni bizning men sening bizga har kuni nasihat qilib bilishingni Alloh bilan qasam yaxshi ko'raman. Deb shunda dedi. Qol Abdullah ibn Mas'ud roziyallohu anhu dedi. Innahu yamna'uni min zalik. Ama innahu yamna'uni. Dedik ama degan harfi tanbih. Harfi istiftah deb ataladi, harfi tanbih deb ataladi. Ama degan gap ya'ni diqqat. Diqqat qil, aga bo'lki innahu yamna'uni min zalik. Chuqum shart yani shalliq so'z shuki meni ashuningdan ya'ni har kuni sizlarga nasihat qilib berishimdan meniki sizlarni ziriktirib qo'yishimni yomon ko'rishim to'sib qoldi. Anni degan ki shu anni degan akrahuni men o'zgartirdi o masdarga o'zgartirdi. An umillakum nu masdarga o'zgartirdi. Ya'ni meniki mening sizlarni ziriktirib qo'yishimni yomon ko'rishim sizlarga har kuni nasihat qilib berishimni to'sib qo'ydi. Shuni bilib qo'y. Va anni atakhawwalu va inni bo'lish kerak ekan. Va inni ashkini bor. Va inni atakhawwalukum va man shubhasizki man sizlarga nasihatni ayrılab qilib beraman. Kama kana nabiy sollallohu alayhi vasallam. Xuddi shundaqki, ya'ni go'yoki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xuddi atakhawwaluna biha degan gap nasihatni ayrılab qilib bergandek. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bizga nasihatni ayrılab kun ayrılab qilib bergandek, men sizlarga nasihatni kun ayrılab qilib beraman. Payg'ambar sollallohu bizga mahafata saamati alayna. Ya'ni bizning zirik qilishimizning qo'rqqanligi uchun nasihatni ayrılab qilib beradi. Men bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qilib bergandek nasihatni ayrılab qilib beraman deb shunda degan edi. Demak bu hadisdan chiqqan mazmun baldiq hadis bilan aloqasi bor. Baldiq hadisda nasihatni har kuni qilmaslikni yaxshi ekanligini so'zlagan bo'lsa ma'noda ya'ni ma'lum kunlarni haftada bir kun, haftada 2 kunni tayinlashniki bu ya'ni sunnat ekanligini bayon qildi. Masalan, payshanba kuni degandek. Xo'sh. Bu Alloh taolo yaxshilikni iroda qilgan kishi ne Alloh taolo dinni tushunadigan olim qildi degan bir bab. O senda Muslim va Imom Buxoriy aytgan bizga Said ibn Ufayl hadis so'zlab berdi. Ular mundaqda bizga Ibn Vahb Yunusdan Ibn Shahabdan hadis so'zlab berdi. Ibn Shahab mundaqda Humayd ibn Abdurrahman mundaqda men Muaviyaning xutba o'qigan holatda mundaq da'vat qilganini angladim. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mundaq da'vat qilganini angladim deydi Muaviya. Kimki Alloh taolo bu kishiga yaxshilikni iroda qildi ekan, bu kishini dinda fiqh olimi qiladi, ya'ni dinda nima halol, nima harom biladigan. Uningga bu dunyo oxiratda nimaning yaxshilik, nimaning yomonlik ekanligini biladigan olim qiladi. Dinni tushunadigan olim qiladi. Va innama ana qasimulloh yoti. Men faqatlam taqsim qiluvchiman. Alloh taolo berdi. Ya'ni men ilm taqsim qilaman, ilmni berdigini Alloh. Bu ummat Alloh taoloning amri bo'yicha turgan muddatcha, Alloh taoloning amri bo'yicha ish qilavergan muddatcha ular bilan qarshilashgan hech kim ularga ziyon zahmat yetkazmaydi. Ta Alloh taoloning amri, ya'ni qiyomat qiyam bo'lgan qadar. Demakchi, ya'ni abadga bu ummat Allohning amri bilan ish qildi ekan, hech kim ularga ziyon zahmat yetkazmaydi degan bo'ldi. Xo'sh, 14-bab ya'ni babu al-fahmi fil ilm. Endi ilgari babda Alloh taolo yaxshilik qiladigan odamni dinni fiqhdan qildi degan, dinni tushunadigan olim qildi dedikmi? Endi bu yerda ilmdagi fahm, tushunishning bobi deydi. Ilmda tushunishning bobi. Ol sanada muttasil Imom Buxoriy aytgan, Imom Buxoriy mundaq dedi, bizga Ali ibn Abdullah hadis so'zlab berdi, uzat mundaq dedi. Bizga Sufyan hadis so'zlab berdi, Sufyan mundaq dedi. Menga Ibn Najih, Ibn Abi Najih hadis so'zlab berdi. Ibn Abi Najih mundaq dedi, Mujohiddan rivoyat qilib. Mujohid mundaq dedi, men Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhumaga Madinamga ham suhbat bo'lib bordim. Uningdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning faqat bir hadisidan so'zlaganini angladim. U mundaq dedi. Biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qishida edik, fa utiya bi jummar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir jummar keltirildi. Jummar degan xurmaniki g'urining ichidan chiqadigan javhar, xurma javhari.
Xurmanın şekerin içinden çıkıdı. Ak narsa, bir de ak bir narsa. Yegenlerge şifa bulduğun acayip köp kesilge fayda bulduğun. Xurmanınki çayına bir yigil bulduğun da. Yumuşak bir nemesi. Xurman derxinin ha. Xurmanın bir biçemez. Xurmanın cevherinin içindeki aşı şekerin içinden çıkıdığın ak. Yumuşak yigil bulduğun. Nayet faydalı bir cevher. Xurman şirini sevmedip koydu. Xurmanın cevherini getirildi. Fekale. Peygamber sallallahu dedi. İnne mineşşeceri şecereten, şüphesiz ki daraklardan bir darak var. Onun misali, yani onunki acayip sıfatı Müslümanın acayip sıfatı okşaydı o. Dep şuna dedi. An ben o hurma demekçi oldum. Yani düşendim demekçi yani. Babla münasebet yani ben Resulullah'ın gemini düşendim şu an ben. Resulullah'ın hurma demekçi kendini düşendim dedi. Hurma demekçi oldum. Fe iza ana sahur kabul. Daha karısam ben kavminin en küçük ikenme fesekattı. Şunu ona şuk tuttum. Peygamber sallallahu dedi ki hiyen nakla hurma dedi. Demek bir yerde dedi ki Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh ki sükut kılışı çoğunlarına hürmet kılışı idi birinci. İkinci Peygamber Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh ki kişik durup fehme kuvvetinin yani düşünüş kuvvetinin intihayın yokul ikenlikini ve ilgili kendisinden bağlasak yani Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh Allah Teala intihayın yaxşılığını ata qilgan, yani fiqhini ata qilgan kishi ekanligini dalili chiqib turibdi. On 5. bab babul igtibati fil ilmi ve hikmeti. Bu ilim hikmette heves qilishning babi. Bu ilim hikmette heves qilish. Yani bizde heves deb bir narsa var, haset deb bir narsa var. Heves degan boshqalar degan narsa mendan bo'lsa ekan o deb orzu qilish, ammo başkaları yuqab ketmez, yuqab ketish arzu qilmaslik, hurmat qilmaslik. Hasad degan cho, oniki menda bo'lishi kerak, uni yuqab ketish kerak. Nemishqa unda bo'ladi ekan deb yuqab ketish arzu qilish mana hasad. Farqini bilaman. Chunki havasni g'abat deydi. G'abat degan havas. Hasad deganni ba'zi hasad ikki ma'noda ko'radi. Ba'zida havas, ba'zida hasad ma'nosi. Ma'nosiki havas ma'nosi. Umar radhiyallohu anhu degan tafaqahu qabla an tusawwadu. Sizlar an tusawwadu degan gap an tuj'alu nima sayyidan. Sizlar sayyid qilinishdan burun bey, oqsoqol, cho'ng bo'lish bu qilinishdan burun tafaqahu degan gap fiqhdan olim bo'linglar. Dinni tushunib olinglar. Dinni tushunadigan ilm egallab olinglar. Abu Abdullah Buxoriy dediki ve ba'da an tusawwadu. Qitib qo'ydi İmam Buxoriy. Ve sizlar oqsoqol bo'lib bo'lgandan keyin yani bey bo'lib bo'lgandan keyin yurtlarning cho'ngi, yurt cho'ngi bo'lib bo'lgandan keyin mu yana ilm talab qilaveringlar. To'taqamanglar. Bunda degan Umar radhiyallohu anhu xo'jayin bo'lib bo'lgandan keyin ilm tashviqdan kelgan emas, ya'ni ilmni cho'qim xo'jayin bo'lishda aldash bo'lib qolasizlar. Vaqtingizni aldash bo'lib qoladi, u chaqda vaqtingiz yetmay qoladi. Shuning uchun baldiroq bakav bo'sh vaqtingizda olim bo'ling degan bo'ldi. Va payg'ambar sallallohu İmam Buxoriyning keltirgan dalili, halbuki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalari yoshlari cho'nglab bo'lgandan keyin nima bo'lgan edi? Ilm o'rgangan edi deydi. O sende mutsuzluğu İmam Buxoriy aytgan, İmam Buxoriy mundaqda bizga Humaydi hadis so'zlab berdi, Humaydi mundaqda bizga Sufyan hadis so'zlab berdi, Sufyan mundaqda bizga İsmail ibn Abi Xolid hadis so'zlab berdi, ala g'ayri ma haddathana az-Zuhri. Bizga İmam Zuhri so'zlab bergandan g'ayri bilan, ya'ni Zuhri so'zlab bergan yo'lda meni boshqacha bir yo'lda o'sha so'zlab berdi. Demak, buni Zuhri mi so'zlab bergan, lekin ya sanad bosh ma'u İsmail ibn Abi Xolid Zuhri so'zlagan sanadning g'ayri bilan yoki u nasniki g'ayri bilan chiqilib o'xshamaydigan shaklda bu ma'nodagi so'zlab berdi deydi. Demak, bu hadisning yo'lini ko'pligini deb demoqchi men. Zuhri mundaqda deydi, men Qays ibn Abi Hazimdan angladimki, mundaqda deydi, men Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan angladim. U zot mundaqda deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaqda deydi, la hasada illa fitnatayn. Ya'ni bunyerdagi hasadatki murod nima g'abta. Ya'ni faqat ikki xil odamda ikki xil odam haqida havas qilishga bo'ladi, havas qilishga. Rajulin atahu Allohu malan. Ya'ni biri bo'lsa Alloh taolo uning malni ato qilgan, unga malni ato qilib, uni u malni haq yo'lida ishlatishga musallat qilgan, nisb qilgan odam. Mushu odam haqida havas qilishga bo'ladi. Ey Alloh, meni mayda qilsam, men mayda mal dunyoni shuni yo'lingda sarf qilsam deb. Va yana bir odam Alloh taolo bu odamga ilm hikmatni ato qilgan, u odam mushu ilm hikmat bilan hukm qiladi va o'sha ilm hikmatni o'rgatadi. Bu odamga Alloh taolo ilm ato qilgan bo'lsa, shu ilm bilan boshqalarga hukm chiqargan bo'lsa va shuni boshqalarga o'rgatgan bo'lsa, mushu odamga havas qilsa bo'ladi. Haqiqiy yaxshilik shu. Qolgan ishlarga havas qilishga arzimaydi. Va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin.